Simstikul yo'q. Chegirroq ana qilaman dedim endi hozir sharoit yetarli. Assalomu alaykum, bizning YouTube'dagi kuzatuvchi obunachilarimiz. Navbatdagi oshxona mebelimizni ustunovka jarayonini tugatib bo'ldik. Bu ishimizni общий joyi 330 joyga bo'ldi. 330 li oshxona mebeli bo'ldi. Bu chekkasidan aytib o'tamiz. Moka komplektda nurjavaga mokalarni qo'yib berganmiz. Shulargacha qo'yilgan. Mokamizni tepa tomonida original doimiy shurugamiz bo'lgan. Patnislargacha mokamizaki rабочий stol, xotmalarimiz, qoshiq postavkalarimiz komplekt holatda. Eshigimiz chekalab, PVX rezinaviy chomga bo'lgan. Tepa korpuslarimiz chuqurligi 30 cm. Tashdan firma tarkibida, xudo xolasa yaxshi mexanizm. O'zini o'zi yopib oladigan vakuum holatda ishlangan ishimiz. Yana ozgincha rабочий stol tashlaganmiz. Stolishnicamizni eng qalinidan rossiyskiy 4 cm likdan qo'yganmiz. Tagida pechatlari bilan, telefon nomerlari bilan keladi. Keyin bu o'rtada gazini joylashtirib berdik. Gazni nurjavaga yaxshisini qo'yib berganmiz. O'zini issig'iga erib ketmaydigan yaxshi narsa qo'yildi. Uchkalari ham temirli, yaxshi narsa bo'ldi. Pastiga duxovka bu joyiga mikrovalnovka joylashtirsa bo'ladi. Gazimiz tepasiga vichkamizni joylashtirib berdik. Hop, narxiga keladigan bo'lsak, gaz bilan vichkamiz. Hop, mana shu turishi 2 million so'mga mana shu gaz vitechka bo'ldi. Moka mebelli 330 li holati 7 million 500 ming so'mga bo'ldi. Gazlari bilan 9 million 500 ming so'mga ustunovka qilib tugatib bo'ldik. Orqa fartuylari granit holatda bo'ldi.
chaki mayda holatda bo'ldi. Kimyoki shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, telefon nomerimizni shu video ostiga yozib qoldirib qo'yamiz. Aloqaga chiqasizlar.